Men ismim Timur, Agrobank o'rinbosari, Navbor Agrobankda. Prezidentimizni 2023-yilda 3 yilga borganda 3 tumaniga borganda sochiq berib, fuqarolar bilan uchrashish, tadbirkorlar bilan uchrashish, ularning masalasini eshitib, kelajak hal qilish bo'yicha topshiriq bergan. Shunga mana bugun Navbor tuman 3 mahallasi binosida shu sayr qabulimizni o'tkazyapmiz. Bu yerda hamma bari masalalar bilan kelgan. Shu bitta turib aytsangiz ham yozib olaman. Mana mutaxassislarim, agentlarim, mutaxassislarim shu yerda, mahalliy bankirlarim shu yerda. Bitta keyin yozib olib, shu ijobiy hal qilish bo'yicha aytamiz. To'g'ri, ayting, siz masalangiz bo'yicha men yozib ketaman. Turib kredit. Tadbirkorlik bo'yicha kredit olish bo'yicha chorvachilik bo'yicha chorvachilik man kafil sifatida man xotinimni podpishasiga kelganman. bo'lgan gapimizni ayting. Man bo'ldi. Sizga berdi hozircha.